odamlar istehkomigacha yetib olgunimizgacha qadar ham 3 kun mobaynida biz bironta gibrid zombi, ya'niki odam va zombi birlashmasi bo'lgan gibridni uchratmadik. Menimcha ular nihoyatda kamyob bo'lsalar kerak. Ya'ni ularning gibridlarga aylanish ehtimoli odamlarda juda kam. Men shunday o'ylay boshladim, chunki bu narsaga bunday fikrga kelishimga sabab gibridlarni biz boshqa zombilar qatori kabi juda tez uchratmadik ham. Mening taxminlarimga ko'ra ular yoki yo'qlar, yoki o'sha bittadan tashqari, yoki umuman juda kamyob narsa bo'lsa kerak. Biroq bir narsa aniq edi, o'sha birinchi ko'rgan begona gibrid zombining odamga tashlanib, uni yeb tashlaganidan bilish mumkinki, bunda ular haqiqiy go'shtxo'r. Ya'niki hayvon zombilar bilan gibrid zombilarning hech qanaqa